Ko'pchilik Sherobod tumanidagi Oltin voha mahallasida yashovchi Muhiddin san'atkorni yaxshi tanishadi. Qo'limdan kelsa mana shogirdlarga bitta to'y olib berib, bularni davralarga olib chiqib, olib borib, elga tanishtirib yuribman. Aytish mumkinki, keyingi 40 yil davomida mazkur san'atkor izidan keyinchalik lo'li millatiga mansub o'nlab san'atga ishtiyoqmand avlod vakillari yetishib chiqdi. Ular jonli tarzda ijro etayotgan mumtoz kuy va navolar kishilarni e'tiborini tortmasdan qolmaydi. San'atkor muhiti bu yerga juda katta. Masalan, shu Muhiddin akamiz xonadonini nazarga olsak, shu yo'ldan o'tsak ham taqur-tuqur bo'lgan narsani bular beshikka boshlaydi. Daji kelinlari, ballari ashula aytib o'tiradi. Shu ko'chadan o'tsangiz, shu Muhiddin akaning xonadoniga shu kuylar yangrab turadi.